26 fevral Ürümçidə Janubiy Şinjan xizmət yığını açılğan bulub, yığınğa Uyğur Avtonom rayonluq Partikom, Bingtuan və hökumət qatı başlarının həmisi qatnaşqan. Avtonom rayonluq Partikom sekretari Maşinri bu yığında partiyanın yeni dövrdəki Şinjanı tüzəş siyasətini umumyüzlük izchillashtirish, Şinjan bir şahmat taxtısı bolsa, Janubiy Şinjan onun küzü degan fikirning cho'nqur mazmuni va amaliy talabini yanada tushunish va egallash. Şinjanning taraqqiyotini cheklab qo'yayotgan gavdalik masalalarga diqqatni markazlashtirish, qiyinchiliklardan bo'sib o'tish, Xitoycha aloyidalikka ega zamonaviylashtirish qurilishini ilgari surish degan nuqtalarni ta'kidlagan. Maşig'riyning bu yerda Şinjanning taraqqiyotini cheklab qo'yayotgan gavdalik masalalar degani janubdagi viloyatlarda masalalar hali ham mavjud deganligi bo'lib, mutaxassislar Xitoyning bu rayondagi nufuz qurilmasi va jamiyat muqimligi masalasini har doim birinchi bo'lib hal qiladigan masala qatorida ko'radiganligini o'tirg'a qo'ymoqda. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi tadqiqot ishxonasi direktori Idrik Shojievskiy Xitoyning janubdagi viloyatlarga kuchini markazlashtirishidagi sabab haqida to'xtalib, mundaq deydi. Primarily, this is a decision based on demographics. The south of the region is where there is the greatest concentration of Uyghurs. Oldi bilan Xitoy buni nüfus statistikasiga qarab bekitgan. Janubdagi viloyatlarda Uyg'urlar zich o'ltiraqlashgan. Janubni xitoylashtirish Xitoyning assimilyatsiya siyosatidagi oxirgi bosqich hisoblanadi. Xotan, Qashqar, Otish, Yarkan qatorliq joylar Uyg'urlarning tarix, madaniyat, ma'rifat va kimlik aloyidagi jug'langan yerlardir. Shunga Xitoyning bu joylarni xitoylashtirishga kuchab ketishidan hayron qolg'ili bo'lmaydi. China's assimilation campaign is no surprise. Maşinri yana Şinjanning muqimligini qo'llash birinchi vazifa deganni qayta o'tirg'a qo'yib, terrorlikqa zarba berishni qonunlashtirish ham doimlashtirish, ushqil kuchga zarba berishni kuchaytirish, terrorlikdan qo'g'dinishni butkul jamiyat miqyosida umumlashtirish, yangi davrdagi Fengchao tajribasida chingtirish ham uni taraqqiy qildirish deganlarni ta'kidlagan. Ma'lum bo'lishicha, Maşinrining Fengchao tajribasi degani jamiyatni asos qatlamda tuzash tajribasi bo'lib, bu tajribani o'rgangan yerlik doiralar kichik ish chiqsa pushtash kelish, cho'ng ish chiqsa qonun kelish, ziddiyat chiqsa yuqoriga ma'lum qilmaslik, xatar chiqsa sirq yoymaslik usulini qo'llanib, yerlik ommaning aktivligini qo'zg'ashga alohida kuch sarf qilgan. Saqchi organlari bo'lsa bu tajribani ilg'or texnika bilan birlashtirib, jamiyat omonligini qo'llashda yuqori o'limga erishgan. Xitoy hukumatı o'tgan asrning 60-yillarda madaniyat inqilobida Jiangxi dilga qo'ygan bu tajribadan foydalanib, sinfiy dushmanlarga qattiq zarba bergan bo'lsa, bugun bu usulni atalmish terrorchilarga qattiq zarba berishga qo'llangan. Amerikadagi siyosiy analizchi Rishad Hasan apandi Xitoyning Janubiy Şinjan haqida maxsus cho'ng yig'in ichib, muqimlik va taraqqiyotni qattiq ta'kidlashining sabablari haqida to'xtaldi. Mushu 2016dan keyingi boshlangan Uyg'ur milliy qirg'inchiligining nishoni shu. Xotan, Qashqa. Maqsad bu yerdagi Uyg'urlarni butunlay ya assimilyatsiya qilib tugutish, ya qirib tugutish. Chunki Xitoy shimolda Qumol, Turpan, To'qson, G'uljidan, Vörtala, Cho'chak Altaylargacha keng ko'lamda Bingtuan orqali nopslarni yo'tkab, bu yerlarni asosan shallashtirib bo'ldi. Bu yerdagi Xitoy emas nopslarni asosan qo'rshovga bo'ldi. Shuning uchun Xitoyning nishoni janub bo'ldi. Bu yerda yana birsi Sharq Turkistonning bu janubiy Pokiston, Afg'oniston, O'rta Osiyo bilan tutishidi. Shuning uchun Sharq Turkistonni O'rta Osiyoga, G'arbiy Janubiy Osiyoga kengaytirishga aqo'li qilmoqchi. U yana Xitoyning janubdagi viloyatlarni nuqtaliq nishon qilishining tarixiy oq ko'rinishi va bugungi ahvolini bayon qilib mundaq dedi. Sharq Turkistonning janubiy asosan Qashqa bilan Xotanni nishon qilgan bu Xitoyning muhim ham shaxmat taxtisininki ko'zlaydigini shuningdan ko'rsatildi. Albatta buning tarixiy oq ko'rinishi bor. Masalan 19-asrninki o'ttirdan boshlangan ta 20-asrgacha davomlashgan cho'ng shaxmat taxtisi yoki o'ynaydigan angliyalik yozuvchi Kiplingning so'zi bo'yicha naqm shu Sharq Turkiston shuning ichida Angliya, Sovet, oldida Rossiya, endi Sovet bu O'rta Osiyo va Sharq Turkistonni nishon qilib bu yerda nihoyatda kaskin ilishgan. Biz bu ilishishninki yana qurboni bo'lgan. Masalan, birinchi jumuriyatninkida Angliya Xitoyga yordamlashgan, moslashgan bostirishda. Shuning uchun janubninki Xitoyninki bu xizmatidagi nishoni markazi bo'lishdagi sabab ham tarixiy ko'rinish va hozirgi navbatdagi Uyg'urlarning qarishlikligi va Uyg'urlarninki o'zining madaniyatini saqlash, davomlashtirish bu o'rtasidagi kurashning kaskinlashgan
va Xitoyning milliy qirg'inchilik siyosatining texmi vahshiylarcha davomlashayotganining isboti. Xitoy hukumatı yıllardan beri Bingtuan bilan yerlikdan qo'shilib bir shaxmat taxtasi hosil qilishini, muhim siyosat qilib, Bingtuanni janubda kengaytirishni, nüfus qurilmasini o'zgartirishni davomlashtirib kelmoqda edi. Janubiy Shinjang xizmat yig'inida Janubiy Shinjang shaxmat taxtasining ko'zi deb ta'kidlangan bo'lib, janubni nuqtaliq o'zgartirish, hukumatning alohida mablag' selishi bilan yangi nüfus, yangi iqtisod, yangi madaniyatni uzluksiz kirgizish, ya'ni yangidan qon berish planini ijro qilish talab qilingan. Amerikadagi Xitoy analizchi Xoping Janubdagi viloyatlarning Xitoy doiralari tomonidan shaxmat taxtasining ko'zi deb ta'riflashidan Xitoyning uningga diqqatni markazlashtirganligini va janubdagi viloyatlarni talto'kis tinchitishni maqsad qilganligini bayon qilib, mundaq dedi. 中共非常担心这个新疆地区 Xitoy hukumati Xinjiangdagi Uyg'urlar va boshqa millatlarning kishilik huquq, hatto mustaqillik talab qilishidan, chet el kuchlar bilan davomli aloqa bog'lashdan andish qildi. Shunga Xitoy qo'shma davlatlar xizmat ishlab, Uyg'urlarning mustaqillik kurashlarini bostirish ham cheklashga tirishib kelmoqda. 影响来限制境内的这些活动。 Yaqindan beri Xitoy matbuotlarida e'lon qilingan xabarlarda Uyg'ur elining strategiyalik o'rni ko'p ta'kidlanmoqda. Xitoy bu rayonni talto'kis tinchitib, Xitoycha aloyidalikka ega zamonaviy Xinjiang qurib chiqish qadamini har qanday vaqtdagidan bak tezlashtirmoqda. Beijingdagi ishki yig'indan keyin Uyg'ur avtonom rayonining raisi Erkin Tuniyaz Xinhua agentligi maxsus sahifasida Xinjiangning butun mamlakatdagi strategiyalik o'rnini bekitib, Xitoycha aloyidalikka ega zamonaviylashgan Xinjiangning yangi sahifasini ochayli nomli bir maqola e'lon qilgan. Maqolada oldi bilan Uyg'ur elining bir balvoq bir yo'ldagi aloqalik roli ta'kidlangan. Xinjiangning afzalligiga mos holda energiya, dehqonchilik, ul asliha qurilishi qatorliq alohida kasblarning rivojlanganligi, 2024-yillik taraqqiyotda bir qancha turda Xitoy bo'yicha oldingi o'ringa o'tganligi, zamonaviy Xinjiang qurishga to'liq imkoniyat hozirlanganligi ko'rsatilgan. Tadqiqotchi Enrik Shajibskiy Uyg'ur elining Xitoy hukumati uchun siyosat, iqtisod va ijtimoiy taraflardan strategik o'rnining favqulodda muhim ekanligini bildirib, mundaq dedi. The CCP understands the economic importance of the region. Xitoy hukumati bu rayonning Yevropa, O'rta Osiyo, Janubiy Osiyoga bog'langan iqtisod balvig'idagi muhim o'rnini biladi. Ya'ni kelib bu rayondagi tabiiy boyliqlar Xitoy uchun nihoyat muhim. Bugünkidek davolg'ushi ichidagi xalqaro vaziyatda bu rayonning siyosiy va harbiy ishlardagi o'rni kuchaymoqda. Xitoy bu rayonda askar kuchini oshirib, boshqariladigan bomba sinoqlarini ko'paytmoqda. Uyg'ur diyori Xitoyning iqtisodiy uchurli emas, Pokiston, Hindiston, Rossiya va O'rta Osiyo davlatlari bilan bo'lgan harbiy munosabatlar uchunmi fursat, imkon beradigan rayondir. In a neighborhood that includes Pakistan, India, Russia and the Central Asian states. Xoping apandining bildirishicha, Xitoyning Xinjiang strategiyasi yanada Uyg'ur elining muqimligini saqlashni asos qilgan. U mundaq deydi. 周边的国家又不可能去侵略新疆的，没有这个威胁嘛。 Uyg'ur eliga hech qanday qo'shni davlat hujum qilmasa, uning strategik o'rni nemaga muhim bo'lib qoldi? Shu meningcha bu yerga nishon asosan Xitoyning ichiga, Uyg'ur va boshqa millatlarga qartilgan. Xitoy keyin urush qilib qolsa, Uyg'ur rayoni ochliq bazasi qilishi notayin. Chunki ishkir Xitoydami ochliq ko'p chiqadi. Ammo Xinjiangda Xitoyning yadro qurollari bazasi mavjud. Yadro sinoqlari mo Xinjiangda ilib berilyotdi. Bular Xitoy uchun albatta muhim. 对他来说当然是非常重要。 Ilshad Hasan apandi Xitoyning navbatda dengiz yo'lidan emas, quruqliq yo'lidan kengayishini tanlaganligi, Uyg'ur elini bo'lsa, Yevroosiyoga kengayishdagi orqa o'yli qilganligini, bu jihatdan Uyg'ur diyorining Xitoy uchun nihoyat muhim strategik joyga aylanib qolganligini bildirdi. Bu yerda Xitoyningki, masalan, strategiya olimining birisi bo'lgan Liu Yaozhouning yozgan Xitoyningki kelgusidagi strategiyasini g'arbdan chiqish qilish degan, ya'ni quruqliqdan. Chunki dengiz tarafdan Xitoyningki chiqishi kengayishiga to'salg'a Amerika. Ammo lekin g'arbdan mangsa, yana Sharq Turkiston orqali O'rta Osiyo, Pokiston, hozirgi O'rta Osiyo hammasi Xitoyga moyil bo'lib qoldi. Xitoyning Yevropaga ta'sir ko'rsatishi va shu tarafga singib kirishiga bir yo'l bo'lyapti. Shuning uchun Xitoyning bir yo'l bir balvog'ninki bir yo'l naqshi shuni ko'rsatdi. Xitoy Sharq Turkistonni O'rta Osiyo orqali dunyoga kengayishiningki oq yo'li qilmoqchi. Bu oq yo'li degan hamda strategiya jihatdan nihoyat muhim bo'ladi. Shuning uchun Xitoyningki bag'an sira Amerika bilan tirkishiga ergishib, Sharq Turkiston texmo muhim bir strategiyalik o'rinni olgan. Shuning uchun Xitoy hozir tadrijiy holda Sharq Turkistonga
milliy qirg'inchilikni kuchaytirib, Uyg'urni ajizlashtirib, Uyg'urni yo'qitma degan bo'lsa, yana bir tarafdan Xitoyni keng ko'lamda yo'tkab, u yerga mablag' selib, mablag'ga shu Xitoylarni ega qilib, shu orqali bu zaminni Xitoyning qo'yilish qilmoqchi. Shu jihatdan strategiyalik muhimlikka ega.